Mana tuzak bo'ladimi mana? Oldini stechka qiladi, burchakka qiladi. Mashina. Mana kutish zali bo'ladi. Bu kutish zali. Bu hozir tortilayotgan ichimlik suv tarmoq qayerdan keladi bizdan? Bu hozir mana uzlardan orqasidan kelyapti. Bunga ham tortib keladi. Qo'l yuvadigan joylari bo'lishi kerak. Endi u bundan tashqari mana aholiga kiradigan qulay joydan bo'lishi kerak. Yerdan yo'lakcha qilasizmi, yerdan bo'lasiz qiladimi, chiqadigini. Buning ichiga boshqa xizmat ko'rsatish chiqmas. Yo'q. Endi ikkinchisi qayerda masalan guli keladi. Skameyka bo'ladi. Hammasini joyini belgilab boshlaydi. Keyin mana eski betonlar masalan, eski turbalar. Restavratsiya bo'ladi. Ana turbalar kerak. O'qitishadi. Bu to'liq ichimlik suv shadan keldi. Ana shu hozir o'sha nimani poliklinikani orqasidan to'g'ritib kirxonaga kirib ketdi. Har bitta hovuz, nasos, har bitta qo'l yuvadigan joyga davleniya bilan suv borishi kerak. Sanuziga suv borishi kerak. Hamma joyga. Suvda masala qolmas, to'g'rimi? Yo'q. Davleniya keladi. Hovuzga tushadi. Hovuzdan bu hovuzda nasos o'rnatilgan.